أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب التفسير. أخبرنا مالك أخبرنا داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. بعض آيات من تفسيره. أخبرنا مالك أخبرنا داود بن الحسين عن يربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. آياتك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آياتك صلاة الوسطى صلاة الظهر. مش تفسير زيد بن ثابت رضي الله عنه كده. جمهور صحابلارның köpçülükü şu salatul ustani salatul asr deb qaraydi. Eng kuchli shu. Ba'zida bomdod deb qaraydi, ba'zida namozsham deb qaraydi. Va salatul zuhr degan qarashgan. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. فلما بلغتها آذنتها فقالت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. Hafsiga Qur'onni ko'chirib berib o'tgan. O'sha matbaa bo'lgan, ko'chirib berdi. Ko'chirib berayotgan mush oyatga kelganimda men bildirib qo'ygan xabar qilgan degandan falamma balagtuha adantuha. Shu oyatga kelgan chog'da esa o'sha keldim desam, faqalat menda deb yozgan deb ko'rsatdi. Hafizu ala salavati va salatul wusta va salatul asr va qumu lillahi qanitin. Va salatul asrga yo'q bizning qiraatimizda, nima? Bu endi shu salatul wustani tafsirlab qo'yishdan iborat. Salatul asr degan ma'noda shu deb shuni bildirib o'tgan emas. Ya'ni Qur'onning oyat shaklida emas, tafsirini qaytib qo'ygan shaklda. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن قعقاع بن حكيم عن أبي موسى مولى عائشة رضي الله عنها قال: أمرتني أمي عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا. قالت: إذا بلغت الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. to'xtanglar. Nishadimda hadisda bir chuqqa yeri bor, shuni yozib olishlar. Salatul wusta degandan keyin bir tirnoqcha yozinglar. Falamma balagtuha adantuha. Yezib kirib shu oyat kelgan chog'da men sizga oyat keldim deb qaror qilsam, va amallat alayya va amallat, yani amlat degan ma'noda amallat degan. Va amallat alayya menga deb berib yozdi dedi. Menda yozgan dedi demak. Imlo deymiz-ku. Hafizu ala salavati va salatul wusta. Yozinglar. Va amallat alayya hafizu ala salavati va salatul wusta. Va salatul wusta deb to'xtasak, oyada to'xtagan joy shundan joyga tushgan bo'ldi. Va salatul wusta deb, va salatul wusta degan mana va salatul asri va qumu lillahi qanitin deb aytda deb berdi. Shuni yozgan deb berdi. فلما بلغتها آذنتها وأملت عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فإني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مالك أخبرنا عمارة بن صياد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: في الباقيات الصالحات قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. degan shu oyatning tafsirida baqiyat as-solihat degan bo'lsa, baqiyat as-solihat degan oxiratda asqatadigan yaxshi amal ibodat esa turgan tasbih va zikrlar bandininki mush zikridan iborat. Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah va la ilaha illalloh va la havla va la quwwata illa billah. Mush tafsir marfu va mavquf holatda rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgan shunda tafsir. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب وسئل عن المحصنات من النساء فقال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: هن زوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب، شهاب ابن شهاب
Su'ila anil muhsanati minan nisa. Al muhsanatu minan nisa demişler. Su'ila anil muhsanatu minan nisa. Çünkü ayette vel muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum diyor. Bu ayetin de aynen eptrop an al muhsanatu minan nisa'i al muhsanatu minan nisa fi mahall jar mecrur bi an. El cümle fi mahall jar demişler. Su'ila anil muhsanatu minan nisa. Aş ayetki al muhsanatu minan nisa diye ibaret qilib so'ralibdi. Said ibn Musayyibning bunda deganligini anladim deb naql qildi. Bunna zawatul azwaj. Yani irba ayollar sizga haram qilindi demakchi. Va yarju dalga ila annalloha harrama zina. Buning mahsuli yani valhasilamda o'sha oyatlardan nimasi zina qilishni Alloh taolo haram qilib o'tgan. Zina qilsam bo'lmaydi. Manda turli ayollarni olsam bo'lmaydi. Faqatlam nikoh bilan elish harom bo'lganlarni olasan demakchi ekan. Yani bu aslida val muhsanatu minan nisa nimaga atf qilindi? Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum. Ashuni atf qilindi. Anikin ananglarmi, qizlaringlar va shularni haram qilindi va irba ayollarmi sizlarga haram qilindi degan. Tamam. Irba ayollar haram qilindi degandikan illa ma malakat aymanukum. Tamam. Faqat irba ayollarning ichida bir turlik ayol halol qilingan. Ashunda istisno qilindi. Bu bo'lsa sizlar g'azat qilib, jihad qilib, kafirlarni o'ljasanlar, sabiy. Ash o'ldirishgan xotun mushriklardan irva ayol bo'lsa-mu, sizning qulog'ingiz tushgandan istibra bi hayda qilsanlar, yeri bo'lsa-mu, halol bo'ladi. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية. Yani muş ümmetinin, muş ayetinin mezmununu taşlığında başka işlerin taşlığını görmüyor. Yani muş ayetinin mezmununu fakat amal kılmadan bulup gitti demekçi. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. Yani bagat yani tecavüz kılıp ediş kitbasa فقاتلوا التي تبغي edid aşkınıga karşı uruş kılanlar hatta tefiye ile emrallah ta ki Allah'ın emrine adaletke boysungan kadar qaytgan kadar فإن فاءت فأصلحوا بينهما. O Allah'ın hükmüne qaytıp gelse adalet bilen çıksın yarıştırılanlar. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال سمعته يقول إنها قد نسخت بالآية التي بعدها ثم قرأ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا لا بأس بتزويج المرأة وإن كانت قد فجرت وإن تزوجها من لم يفجر. سورة النور وحرم ذلك على المؤمنين. قال سمعته قال الجنبرس يحيى ikincisi İbn-i Musayyib. İbn-i Musayyib'in bunda diğerlikini aldım. İnneha kad nusikhat bil ayetilleti ba'da. Bu ayetin kinki ayetinden bu ayet mensukulak etken. Bu ayetin mezmunu bitti. Zinafor da iffetlik müminanı alanmaydı. Zinafor ayalma iffetlik Müslümanatı gelmeydi diğerlik mezmunu bitti. Yani bu ayet mensukulak etken. Ve enkihul eyyâme minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. İslam'ın aranlardaki boyutaklarını ve yaxşı kul dedeklerini to'yna qilib qo'yinglar degan bu oyat bilan masalan yerda masalan enkihul ayyam ayyamani biz ayyimni o'g'ilga qizga tang ishlaydigan dedik-ku. Ayyama degan o'g'ildan bo'lsin qizdan bo'lsin boyutaklarni to'yna qilib qo'yinglar dedi. Yani vassalihina min ibadikum ve imaikum. Sizlarning qullaringlarning ichidagi bu yaxshilarni qilib qo'yinglar dedi. Bundan keyin ayyama bu salihlar bu bar fasiqlim bar degan gap ma'nosi. Ayyamanning ishi. Bundan keyin dakhalat az-zaniyatu fi ayyamil muslimin degan shu. Mush oyat bilan mansub. Yani fasiq bo'lsin to'y qilib qo'yinglar degan ma'no. Yani bundan qanday mazmun chiqadi? قال محمد رحمه الله بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاءنا رحمهم الله. Bular
Zina qilib qolgan ayol bo'lsinmi, zina qilgan odam olsin, boshqalar olsin, osi bo'ladi. Elish halol demakchi. Ya'ni elish yaxshi bo'lmasimi, olsa mayli, halol. Yana zinaxo'rmi, ayolni osi bo'ladi degan gap chiqadi. Lekin Hanbali mazhabidagi ba'zi ulamolar tavba qilmoqcha unda elish bo'lmaydi. Ibn Qayyim la ba'sa bi tazwij al-mar'ati wa in kanat qad fajar. Zina qilgan ayol bo'lsa, uni to'yni qilib qo'ysak bo'ldi. Yani zina qilgan kishi bo'lsin, boshqa bir odamga bo'lsin, to'yni qilib qo'ysak bo'ldi. Va in tazawwajaha man lam yafjur. Zina qilgan boshqa bir odam bo'lsin mayli. Zina qilgan odam olsin mayli. Albatta boshqadan o'lgan taqdirda iddat tutish, tutmaslik, o'chi ishlar bor, lekin to'y qilishlar mumkin. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم قال أن تقول للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك رزقا ونحو ذلك من القول ونحو هذا من القول. Yer o'lib ketgan bo'lsa, taloq qilgan bo'lsin, iddati to'shmagan holatda shu ayolga deydi, shunda yapti gap qildi, puritib gap qildi. Ochiq demaydi, innaki alayya karima, men sizning bak izzatingizni qilaman, hurmatim bor va inni fiki larag'ib, men sizni xohlayman degandek. To'y qilmoqchi degamsizda bunda desa bo'lmaydi. Va innalloha sa'iqun ilayki rizqan. Allah Taala baxtınızı verir degandek. Ve nahvu hada min al-qawl. Ve şunu o'xshashanda maqaqning endi yapti gaplar bor. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دلوك الشمس ميلها دلوك الشمس ميلها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس qayrilish deb tafsir qildi. أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقول دلوك الشمس ميلها وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. ابن عباس tafsir qilgan. غسق الليل degan kechininki qorong'ulashib, yo'riqning qamg'a vaqti demak ekan. Undan keyin bu sham bilan قال محمد رحمه الله هذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دلوكها غروبها وكل حسن. وقال ابن مسعود بشق تفسير قيغان دلوكها غروبها لدلوك الشمس كن patqan chaqda degan gap. Ya'ni bu namoyishni ko'rsatadi. Nima va kullun hasan ikisi obdan tafsir demoqchi. Nima uchun? Çünkü duluk degan so'z aslida bunda qayrilganni bildirgan narsa. Lekin osmonning o'tda tiklashganda qayrilsimi, qayrilash kun petishdan qilib bunda to'nchisimi, bu qayrilish bo'ldi. Bu kun passimi qayrilish deymiz, kunning qizaygan chog'dan qayrilish bo'ldi. Nima uchun bunda kun qayrilish bu rojih deymiz? Sal rojihanda shuning uchun esa sahabalarning ko'pincha bunda shu vaqtni ko'rsatdi degan. Ham shu vaqtda desak, mush oyatda 5 vaqt namozining vaqtida hammasi tilga ilingandek, hammasi to'plangandek. Qur'on al-Fajr bomda, tuluk shams peshmulasir, ghasaqul layl bu shamlan qistan. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كان بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عاملا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قال فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء. إنما أجلكم فيما خلا من الأمم. Sizlarningki
yashash muddatinglar dunyoda mavjud bo'lib turgan muddatinglar o'tgan millatlarga nisbatan selishtirsak kama bayna salatil asr ila maghrib ash-shams asr bilan kun patgan qadar arliqdi va innama matalukum va matalul yahudi va nasara yahud nasaralarning sizlarning keyin misollarni nimaga o'xshaydi farajini istamala amilan bir odamni yollab ishlatgan kishidek faqala man ya'mal li ila nisfin nahar ala qiratin qira aytgandan tushga qadar bir qiratdan kim ishlab turdi har bir odam bir qirat ilib demoqchi qiratin qirat qala fa amaliyatul yahud yahudiyda ishlab berdi ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة في شمن أسر كم يسلب بردوان برقراءة كنسا فعملت النصارى على قراءة ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراءتين أسر شام قدر قراءة شكر ما كم يسلب بردوان ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس دقائق مهم نقطة كالبوكم سلا asr bilan sham oraliqda ikki qiratdan ishlab berganlar siz bo'lasizlar. Yani sizning misolingni shu deydi. Qala fag'adibatul yahud va nasara. Bunlar yahud nasaralar achchiqlab qoladi. Va qalu nahnu aktaru amalan va aqallu ata'an. Biz jiq ishlab oz ish qilamto. Qala hal balamtum min haqqikum shay'an yalluğuchin deyken sizning shaqqingizni kam bir qo'ydimmi? Tushganni bergandimi? Tushganni berlar, kim berlar? قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء. الله تعالى نليده. Bu bunun fazlın. Xalqa demirman. Ama Abu Hanife şu hadistin asrning vaqtiga dalil chiqargan. Sayi chikkasi tushgan chog'da asr bo'ldi desa, ma hadisga mazmun o'chaq to'g'ri chiqadi. Bo'lmasa to'g'ri chiqmaydi. Lekin chikkasi bo'lgan chog'da asr vaqtiga bo'ldi. Qal Muhammad rahimahulloh hada al-hadis. قال محمد رحمه الله هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل أفضل من تعجيلها. ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ما بين العصر والمغرب في هذا الحديث ومن عجل العصر كما ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا الحديث يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها أسرنا كيشكيلنا أفضل شكدا دسلك وقت ده أن محمد أبو يوسف جمهورنا من دقريدون ساي برس بوغان چاغدا أسرنا وقت كردو دقريد أنا بو أزرا برنوكلو ما أدستان نسك أسر نوكلو دسلك وقت دوقماي sakin o'qish afzal degan nimani chiqarishadi. Abu Hanifa dastlabki vaqtida o'qish, ya'ni azma Muhammad degan dastlabki vaqtida o'qish joiz emas deydi. Ala tara annahu ja'ala ma bayna az-zuhri ila al-asr akthara ma bayna al-asr va al-maghrib. Qaramamsan, bu hadisda peshin bilan asr oraliqini asr bilan sham oraliqidan uzunroq qildi. Shunami? Chunki Allah unda e'tiroz qildi, biz chiqishda oz shaqalam to'qdi. Va man ajjala al-asra yani say biraz bo'lgan chog'da burroq o'qsa kana ma bayna dhuhri ila al-asr peshin bilan asr oraliqidek bo'libdi. Peshin bilan asr oraliqi aqalla mimma bayna al-asr ila al-maghrib. Peshin bilan asr oraliqi peshin bilan sham oraliqidan qisqa bo'lib qoladi. Chunki biz jiqishlab azolamga tushmaydi. Hada al-hadith yadullu ala ta'khir al-asr. Bu hadis Abu Hanifaga sal dalil bo'ldi. Va ta'khir al-asr afdal min ta'jiliha. Bu İmam Muhammad ve cumhurlar asrni say birasi bo'lgan chog'da o'qisa vaqt kirgan bo'ladi deb bular. Muhammad hozir unda Abu Hanifaning dalil kuchli bo'lg'achqa kechiktirsak yaxshi. Ham ko'ngil xotirjam bo'ladi. Abu Hanifa degan vaqtda o'qisa hammalarning qarashida asr joyida bo'ldi. Agar Abu Hanifaning to'g'ri chiqib bizni xatolab qolsa, namozimiz namoz bo'lmaydi. Madamat ash-shamsu bayda'a naqiya. Qachonga çok kechiktirsak afzal ekan. Qachonga kechiktirmasa, kun sag'irib qolmagan, oppoq nurli holatda bo'lsa, shu chaqada kechiktirsak bo'ldi. Lam tuqalatha sufra. Sag'irib qolmagan bo'lsa, sag'irib qolgan chaqada kechiktirish makruh. Wa qawla bi Hanifa al-'ammah min fuqaha'ina rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa bihadha tamma al-kitab. والحمد لله على توفيقه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه
Allah'ın fazlı marhamati bilan bugün şu ulug' kunda ve mübarek aylarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri toplangan şu kıymetli kitapni ixtiyor sinfidagi o'quvchilar 35 dersde tamamlagan bo'ldik. Allah Teala'ga hamdü sanalar bo'lsin. Şu kitap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bizni tutashtirgan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri bilan sahabeler ve tabiinler bilan salaf salih bilan ve undan başka hozir qadar asrlar bo'yi davomlashgan islom ummatidan chiqqan katta ulamolar bilan bizni tutashtirgan bir kitap. Rasulullohning hadisida kullu sababin ve nasabin munqati' illa sababi ve nasabi degan. Hazrati Umar mo keyingi chaqlarda Rasulullohning nevrasi Ummu Kulsumni to'y qilish maqsadi bo'lmasa, mush hadisga asoslanib turib, qiyomat kunida hech qanday nasab va boshqa rishtalar qilmaydigan fala ansaba baynahum, yani shu kunda Rasulullohningki nasibiga tutisha olsak yoki bir sabab bilan Rasulullohga ilinisha olsak, mushu asqatidi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nevrasini nikohga olgan. Bizmi mushu hadislarni o'qish orqali Rasulullah'dan kelgan sanat bo'yicha Rasulullah'ning shogirdi deb bizga qadar tutashgan holatda biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shogirdi bo'lish sifatimiz bilan mush sanatga tutishib, qiyomat kuni Alloh taolaning huzurida biz Rasulullah'ning shogirdidik deb bir sabab ko'rsatadigan bir fursatga erishgan bo'ldik. Allah Teala bizni shunga muvaffaq qildi. Mushu kitap tamamlangan sorun ve mushu ulug' kunlar dua ijobat bo'ldigan bereketli sorunlarning birisi. Shunga biz mushu lahzalarni g'animat bilib, chin dilimizdan Alloh taologa yo'linib turib duo qilsak, Alloh taoloning mag'firati va bizga iltifoti g'ifasi ajrini inshaalloh. Ilahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Malik yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, ihdinas sıratal mustaqim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. Ey Allah, biz özlerine yakki yegane ekanligiga guvohlik berdik ve ishondik. Peygamberlerinin haq ekanligiga, kitoblarning haq ekanligiga ishondik. Peygamberlerga ergashdik. Peygamberlerinin hadislerini o'qishga, muzokara qilishga, o'rganishga jam bo'ldik. Bizning gunohimizni shundaqlam mag'firat qilsin. Bizlarni hidoyat taqbuzulgan ve boshqalarni hidoyat tepşiga yeteklaydiganlardan qilsin. Bizni ozg'anlardan va boshqalarni ozdirganlardan qilmasin. Ota-onalarimizni, ustozlarimizni mag'firat qilsin. İslam dinini yetkizish uchun xizmat qiladigan, barlig'ini fidokorlik bilan aymaydiganlardan qilsin. İslamni burmalaydigan, kofirlarga g'alchilik qiladiganlardan qilmasin. Bizni qiyomat kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurida jam bo'ladigan Havz-i Kevser'da muhacirlar, ensarlar ve barliq ustozlarimiz bilan uchrashganlardan qilsin. Cennette peygamberler, siddiqlar ve şehitler ve salihler bilan jam bo'lganlardan qilsin. Musulmonlarga ziyonkashlik qilgan, musulmonlarning qinini to'kayotgan, musulmonlarni qurlayotgan kofirlarni yer bilan yakson qilibsizlar. Ularning kulini ko'k so'ribsizlar ya Rabbal alamin. Bizning ota-onalarimizni, ustozlarimizni hammalarini mag'firat qilibsizlar. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun ve selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Biz şu 35 ders jarayonida İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani rahmetullahi aleyhi
İmam Malik ibn Anas al-Asbahi rahmetullahi alayhi'dan rivayet qilgan 700 ga yaqin hadisni o'zi boshqa ustozlardan rivayet qilgan 400 ga yaqin hadis bilan birga jamlagan va o'ziniki fiqhiy qarashlarini, tahlillerini bayon qilgan shu Muvatta kitobi bilan tunib chiqqan bo'ldik va shu kitobni o'qidik. Kitobning alohidaligi haqida biz muqaddimasida to'xtalgan, lekin qisqacha eslatib o'tsak, kitob birinchi alohidaligi zamonda mutaqaddim. Ya'ni buni to'plag'uvchi salaf solihlarimizdan İmam Malik bilan İmam Abu Hanifa ve İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayhi'nin şagirdi. Aynı vaqtda İmam Şafii ve İmam Evzai ve başka imamlarınki ustazı. Hadis sahasida Sahih Buxoriy ve Muslim qanda üstün derecede bo'lgan bo'lsa, zaman mutaqaddim ekanligi tarafidan Muvatta Sahih Buxoriy Muslimni oldida turdi. İmam Buxoriy İmam Malik rivayet qilgan hadislarni bir shaxs vasitasilar rivayet qiladi. İmam Muhammad İmam Malik'in vasitasi rivayet qildi. Bu jihatdan İmam Muhammadning sanadi ali hisoblanadi. Biz odatda hadis tahrij qilgan vaqtimizda hadislarni ba'zilar masalan Buxoriy Muslimdan boshlash mumkin, lekin hadis ulamolarining ko'pinchisi zaman tartibi bo'yicha biz akhrajahu Ahmad, akhrajahu Buxoriy Muslimda İmam Ahmad Buxoriydan sal ilgari bo'lgan ekan, aksar burun yashqan bo'g'achqa zaman tartibi bo'yicha İmam Ahmadning Muslimni boshlab qo'ygan. İmam Malikning Muhammad Hasan Shaybani rivoyat qilgan bu muvattami zaman tartibi bo'yicha Buxoriy Muslimning oldida keladi. İmam Muhammad Hasan Shaybani 189-yili vafot bo'lgan. İmam Muhammad Hasan Shaybani vafot bo'lgan 189 desak, İmam Buxoriy 194da tug'ilib, ya'ni İmam Muhammad Hasan Shaybani vafot bo'lgandan keyin 5 yildan keyin tug'ilgan. 256da vafot bo'lgan. İmam Muslim 206da tug'ilib, 261da vafot bo'lgan. İmam Ahmad 241da vafot bo'lgan. Bu tarafdan ham zaman ilgirlik tarafdan kitobniki hadis sahasida qimmati alohida yuqori. Ikkinchidan bu kitob Fiqhul Hijaz, Fiqhul Iroq va Fiqh Sham buni hammani jamlagan kitob. Bu tarafdan bir xil Fiqhul Muqaran instituti deyishga bo'ldi. Yani bu shu kitobni o'qish orqali biz bir ijozat olgan bo'ldik. Ijozat yoki sanad masalasi İslam ummatiningki bir alohidaligi. Başka ilgirki ummatlarda yo'q. Masalan, İncilni ilib aytsak, hozirgi bor İncillarni, İncilninki sanadi munqata deymiz. Munqatalar emas, mu'dal. Orliqda o necha asar tushib qoladi. Kimdan oldi normal. Lekin bizning Qur'on Karim qiraatan ala shay mushunda ig'izdan ig'izga, dillardan dillarga musalsal isnodidan kelgan. Hatta shu Qur'on Karimning sharhi bo'lgan o'sha hadis kitoblarimi, hatta fiqh kitoblari bor kitoblar sanad bilan rivoyat qilinib kelgan. Endi hozirgi asrda bizning shu sanad o'qishimiz nima jihatdan ahamiyatli desak, biz shu ummatningki alohidaligi bo'lgan shu isnodni saqlab qolish va shuni ta'kidlash va buning alohidaligini va izini o'chirib qo'ymaslik jihatdan shu ilmni asli manbadan saq qilish jihatdan intayin ahamiyatli. Biz bütün vaqtimizni shunday ijozat olib rivoyat qilishga berib o'tmasakmi, hech bo'lmasa 9 qismini diroyatan o'rganishga, mazmun tushunib, anqirib, tadqiq qilishga chiqarsak, bir qismini rivoyatan qismiga chiqarib qo'ysak, bu intayin ahamiyatli ish bo'ldi. Biz bu kitobni o'qish jarayonida hadis o'quvchilari o'qigandek iborat o'qiblam bo'ldikmi, balki diroya jihatdan yengil to'xtalib kitobning o'zining mazmunini tushunib olgan bo'ldik. Bu tarafdan bizda Husnaynni jam qilgan bo'ldik. Ana bugungi shu o'tirishimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlariga to'g'ri keldi. Yani ulamoning o'tirda qarashlar bo'lsinmi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amil fil Rabiul Avvalda tug'ilgan degan qarash qilinadi. 12 kunimi, 10 kunimi, her halda o'sha 8 bilan 12 ning oralig'ida deb qaraydi.
Yana bir tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan vaqtda o'tdi. Bu bir necha tarafdan qatma-qat bizga shunday bir mazmunni ifodalaydi. Bizga kelgan mushu hidoyat va mushu iymon, islom va mushu axloq, musulmoncha odamgarchilik, mush hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqali kelgan. Sahoba-ikramlar Xandaq g'azotida, Xandaq qo'llayotgan chog'da "Lawla anta mahtadayna va la tasaddaqna va la sallayna." Alloh taolo hidoyat bermagan bo'lsa, muhajir ansarlarga hidoyat topolmagan bo'ldi. Bizlarga mush islomiyat bunda kelmagan bo'ladi. Yani mushu hidoyatning jumlasidan Alloh taoloning payg'ambarlarni ivatib, insoniyatni yetaklashi shuning jumlasidan bo'lg'achqa, biz mushu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fidokorlik bilan dinni yetkazish yo'lida aziyatlarga chidab, shunda mujodala berishi bilan bu din bizga yetib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi qatim og'rib qolgan chog'da shu kesildi, vafot bo'lib ketgan. Shu chog'dami Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuni qo'mondon qilib, lashkar tayyorlab shu holatda o'lib ketgan. Hayotini jihad bilan davomlashtirgan. Orliqda unda aram oladigan yo bo'shib qoladigan ahvol. Har necha oyda bir qo'shin tashkillagan, necha oyda bir g'azotga avatga yoki o'zi chiqqan, qatnashgan. Biz deymizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'z vaqtida Yahudiylar zaharxandalik qilishga boshlab, Makka mushriklari aziyat berib, ta hozir qadar kofirlar tarafidan necha 10 yil ilgari Salman Rushdie ayat shaytoniya e'lon qilgan bo'lsa, yaqinda Denmark, Yevropaliklar va dunyodagi har qaysi dindagi kofirlar masxara qiladigan ajviy rasmlarni taqtish va undan boshqa haqoratlarni qilib kelyapti. Bu haqoratlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilcha ta'sir ettirmaydi. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alloh taolo buni o'zi ega chiqib kafolatga olg'ish. Lekin biz mush kofirlarning zaharxandiligi, chidamosligi, qarang bu musulmonlar biz shunda buzilib ketsak, bu shunday axloq bilan, iymon bilan, to'g'ri aqida bilan, yoshlar shunda axloq bilan shunda bo'lib ketami, bizlar buzilib ketib, mushullar shunda surib ketami deb chidamaganlikdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunda zaharxandilik qilishni davomlashtirdi. Buning qarta bizningki birdan bir to'g'ri inkosimiz va chora tadbirimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga texmi yepishib, texmi o'rganib, islom axloqida texmi ching turib, bularning chidamig'iniga bunda javob qaytarish iborat. Bizda mush kitobni o'qishimizmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki izlari va ko'rsatmalarini o'rganishdan iborat. Bu o'rganish mushunda kitoblardan qolib bo'lmaydi. Biz o'tganki qatimdimi ta'kidlab o'tdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man g'ashshana falaysa minna degan. İmtihanı ko'chirishmi mushu jumlasidan. Uni sirtib kelmaydi. Balki eng oldin o'rintirgan eng xatarli g'ishning hisobida. Ya'ni din ishida g'ish qilish, saxtalik qilish bu boshqa tibobat va yoki boshqa tijorat sohasida qilishdan eng xatarli. Chunki bu dinni shundoq jiltizdan qurib tushitadigan al-haliqa, mush xatarli ish. Shunga biz mushu so'rinda o'tgan o'quvchilardan imtihanda qat'iy saxtalik, ko'chama-ko'chlik qilmaslikni iltimos qilamiz. Bu bizning endi mushu o'qigan ilmning bir bizda qoldigan ta'siri, o'qigan ilmga amal qilishning ifodasi hisoblansa, bundan keyin mushuga qattiq bir diqqat qilsak. Buni munosabatligina biz mushu idadining 1-2, saniyning 1-2 sinflariga shu maktabning kitoblarini muzokara qiladigan, tushundiradigan o'quvchi o'ziga tayinib, bilimga tayinib, imtihon berib, imtihondan o'tadigan sinflarni tayyorlab e'lon qildik.
o'quvchilarninki bunga aktiv qatnashib turishi, mushu darsni o'qib, undan ishini olgandan keyin ondan boshqa darsini o'qitilishi zarur deb qarayman. Chunki bunda ilgari men ba'zi bolalarning shu Qur'on Karimni muqarrarni yodlamay imtihonni ko'chirib o'tamiz deb ishni bilayotganligini oldim. Shunga 5-oyga qadar fursat bor. İmtihan qisqalgan chaqda maktabning darsini muzokara qilib turilsak vaqt yo'q. Hozir tartib Qur'onni yodlash, muqarrar Qur'onni va muqarrar kitoblarni muzokara qilish boshlanishi lozim. Yana bu ta'til munosabatida biz Sajiyadan o'tgan qatimda tarjima maqol musobaqasi e'lon qilgan. Ikkinchi qatimda tarjima maqol musobaqasi e'lon qilinmoqchi. Ta'til mezgilida vaqtni yetilgan sharoitda faal qatnashib turishinglarni unutmaymiz. Biz ixtiyor sinifidan ustoz Muhammad Salom yetakchiligida qiz o'g'illar tarjima mahorati o'stirish sinfini qurgan. 3 oydan ortiq mezgil ichida 40 maqola tarjima qilib, mashq qilib, nazariya o'qib, tarjima qilgan maqolalar hozir bir kitob shaklida to'plangan holatda shu holat keldi. Bu hamda shu ustozlarning va o'quvchilarning tirishchanligi Alloh taolaning tavfiqidan iborat. İnşallah shunda ilmiy faoliyatlarga shu sinfdagi qiz o'g'il o'quvchi aktiv qatnashib turishini tilayman. Biz hadislarni o'qigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu oylarda, shu kunlarda dunyoga kelgan. Alloh taolo shu zot orqali bizga hidoyat ato qilgan. Imom Busayri Rasulullohning tug'ilish munosabatini qilib, "Abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatimi" degan bo'lsa, Amir ash-Shu'ara Ahmad Shawqi "Wulida al-huda fal-kainatu diya'u wa famu az-zamani tabassumun wa thana'u" deb qasidasini boshlagan. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ilmidan qanchalik olsak qolmaymiz. Bu sayri degandek va kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qanchalik madilsak, qanchalik maqtsak, ilohlik darajasiga ko'tarib xiristlar qilgandek va o'zining qadridan olqit o'tmasak ham buni azochilik bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammadun sayyidul kawnayn va thaqalayn wal fariqayn min urbin wa min ajami. Da'mat da'athu an-nasara fi nabiyyihim fahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakimi. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلوات الله وسلامه عليه. Biz hozir qizim Fatimaning urilishida Rasulullahga bir madhiya qasida anglaymiz. Undan keyin mikrofonni qizlar sinf boshlig'i Mahira topshirib olib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida yozilgan maqola va savol javoblarni sunmoqchi. Ana Fatima marhamat. رسولنا وصانا بمكارم الأخلاق إن معه تقانا من كوثره الرقراق. رسولنا وصانا بمكارم الأخلاق إن معه تقانا من كوثره الرقراق. سقانا الوفاء والجود والعطاء، سقانا الوفاء والجود والعطاء. ما منا بخيل لأهله أساء، ما منا بخيل لأهله أساء. أو قائل بخيل بالفتنة قد جاء، أو قائل بخيل بالفتنة قد جاء. رسولنا وصانا بمكارم الأخلاق إن معه سقانا من كوثر الأخلاق. رسولنا وصانا بمكارم الأخلاق إن معه سقانا من كوثر الأخلاق. رسولنا وصانا بالصدق والأمانة، رسولنا وصانا بالصدق والأمانة. لا نكذب لا نسرق لا نغتاب أخانا، لا نكذب لا نسرق لا نغتاب أخانا. لا نسعى بالنميمة فعنا قد
من نبعه سقانا بالكوثر الرقراق رسولنا وصانا بمكارم الأخلاق من نبعه سقانا بالكوثر الرقراق من صحبنا لا نسخر عليه ولا نكفر بل نصل الأرحام لا نترك القيامة من صحبنا لا نسخر عليهم لا نكفر ونصل الأرحام لا نترك القيامة ولا نغرب وخير الناس صاحب لا تغرب وخير الناس صاحب رسولنا وصانا بمكارم الأخلاق من نبعه سقانا بالكوثر الرقراق. Rahmetullah razı olsun. Növbette Kızlar sınıfı mesulü Mahire mikrofonunu topşirib bilib, o'zi va Güzel Nur sunmoqchi bo'lgan maqola va savol javoblarni sunishiga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldindan bizdeki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılanlar etmek için okudu. Va alaykum assalom. Sinan doğuran tutarken nişan yaratılırlar. Resulullah defalarca söylemez soruyorlar. Bizlerde erkekleri sebep uçturuyorsan yaratılırlar. Sırlar sanatına bulsun yaratılırlar. Bizimle hayatı istiyorlar. Yalnızlık ve insan yaşatılgan yaratıklarını başına getirdim. Ama sen çıkmış oyundan yaratılırlar. Bu oyun bizlerge medet. Bu oyun bizlerge kuvvet yaratılırlar. Sırlar sanatına bulsun yaratılırlar. Ömrümden de hayatım akıllaştı. Mekke mihrabda Allah'ı dua kıldan bizler rahmetler. Biz sana beyat verdik. Biz sana işindik. Anadolu ve itaat kıldık ya Resulullah. Senin burada şurada bu canları filan olsun ya Resulullah. Sen eysen. Ben ilk şundan bir işler dedim. Ular keşke peygamberimizi görürken bulsak. Canlarımızı, mallarımızı filan bulsak dedim. Yeni görmek dururmak için var. Şu işleri sevmemden bilirdim. Bizden seni sevmem ya Resulullah. Ömrümden de yaşayacağım Resulullah'ın. Seni sevmem. Seni görmek durursan işleneceğin şu ömrümden seni sevmem. Dağlar sana fida bozdu. Sen her kaçan kalbimizsin. Sen her can ömrümden gördüksen ya Resulullah. Allah razı olsun. Söyleyen bir kızı sağlıkçılığından şiirlerken kendini doldurmayın. Assalamu alaikum. Ustaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yazgan şiiri üzerine yaptırılan kabul edildi. Okumuşlar. Göç desem kitan ve aşmeli soğuk. Onu desem özgece vermenin gibi. Hayatının feyzini sürdüm desem o, liyolar sinanda elgi kalmadı. Bir zahir uğradı beşi gazzetler. Ağzı da durdu kömrede zedler. Misali tumandır biz buldu gayip. Duanı tügütüp yıktanda kaldı. Yaratmış zatını asla unutma. Yaxşı yaman deb elge unutma. Tüm işinin hesabını alar adam bu. Hatta ki bir günü asra tozutma. Ananın kaderini şahtin yüksek bil. Şahkı mu şu ana bergen zuvattır. Mevcut mu anısız sana bu alem. Barıda hasret at ana hizmet. Yaşama atamın namını esitip. Dergirine o uçkan şerefler mamalar nesil. Ata-ananın bütünlük basgan yolunu ömrümde bir kadar bakmasını besip. Kırmaydı mengülük kasırlar tümü. Hamile hak bulur kalımı bütünü. Takkını sosumu sandıktan yol velikin kırmaydı insanın celi. Güllerinin uzluğu yedi düz gece. Yıldızlar cillesi tanlar attıkça. Kişiler ganimet o vakit demek. Burada kaderde koldur tekçe. Allah razı olsun. Müşahirede oğullar sınıfımı boş gelmesin. Ben de oğullarının şairi sahneye merhamet kılsın. Ya Resulullah, ya Nebiyullah. Salamlar, hamdüller bolsunlar sana. Muhabbet sevgimiz sana talıktır. Cenimiz, melimiz kurbandır sana. Kaçtı zulmet ilahi nurdun. Kelginide ya Resul sendin. Toldu dünya ilim hikmetke. Cihan koygandı uyku gaflettin. Sevgi muhabbet verdim ümmetke.
Dünya üçün muallim boldun. Tarsan ger japa mushaqqat, haq yolida mustahkam turdun. Nurlarından nurlandı hemme, nurlandı hatta qara qalblar, ziyarından xurşit ayxijil, sen basqan jaydın ündü çiçekler. Sen mangan kuchular kibar kurdi, taş tuproq tağlarmı tilek diledi. Ey Rasul Kerimlik, nebidur üzüm, sözlerin haq bulup nurluq çaqnidi. Ashablarım izanını bastı, şagirdlerim yolunda mangdi. Mana ümmet bulup turupduq bugün, sen kettin faqatla sünnetdan qaldı. Ya Resulallah, ya Nebiyullah, salamlar, hamdlar bolsunlar sana. Allah razı olsun. Biz yanala şu münasebette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salam Allah aşkına davamlaştırayla. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hazır o'quvchilarningki 35 darsda tamomlagan shu modda kitobidan olingan ijozat san'at shahodatini tarqatib beramiz. O'g'illarningki qatnashamay qolgan darslarni, favutlarni to'liq tanishib, hamma tamomladi. Qizlarningki 5 yilning challayalari bor. Buni inshaalloh kelar haftalarda inshaalloh o'qib tamomlasa 5 yilning diplomini shu chog'da qo'lga topshirib beramiz. Hammalarga ta'kidlaydiganimiz shu ijozat, shu san'atlar qo'limizga bir omonat. İnşallah sizlarning ijozat olgandan keyin boshqalarga shu ijozatni oldinlarda o'qib va sizlar o'qisanglar anglab kitobni tamomlagandan keyin shu o'quvchiga ijozat bersangiz bo'ldi. Bu ijozat qiroa va sima ijozati deymiz. Hadis anglab o'rganib boshqalarga yetkazishninki 8 xil usuli ahli hadislar bekitgan usuldan 8. Yani sima, qiroa, munavvala, al-imla, el-kitaba, el-icada degende. Bu şu ikinci derece turadigan turqi tahammülning birisi. Buni bir qismini biz ustozning huzurida o'qidik, bir qismini ustozdan oldik, bir qismini ustozning huzuridagi o'qigan o'quvchidan oldik. Shunga ba'zisini qiroatan, ba'zisini sima'an deyishimizning sababi shu. Bu shu hadis ijozatlari, bularmi Muhammad ibn Hasan Shaybanining shu moddaning ijozati o'z vaqtida hadis uchun xizmat qilgan o'sha Hindiston ulamolarga o'tkazib ketgan. Hindiston ulamolari o'tgangi 2-3 asr jarayonida hadis xizmatini voyaga yetkazib qilgan. Yaqinqi zamonlarda bu ijozatni, san'atni arab ulamolari Hindiston ulamolaridan anglash orqali qaytirib kelgan. Shunga bu shu san'atning ichida Shahvaliyullah Dehlaviy masalan, Şeyh Nanutoy ve şu Hindistan'ın çoğu muhaddislere hata tizilgan. Bunu belki vaktinlarda İslam'ı elbette bunu tarqitish ve keng qanot yaytirish sizning majburiyatinglar. Bundan keyin sizlarga uzr yo'q. Uyg'urlarga shunda ijozat va o'qishimizni sizlar kirgizishinglar mumkin inshaalloh. Belki vaktinlarda shu to'liq o'qigan va suhbatga diqqat qilgan ahvolda berishinglar sizning qo'lingizga bir omonat. Hozir ijozatni taqdimiz oldidan o'g'illardan boshlandik, qizlardan. Bizning islom ko'rsatmamizda Qur'on Karimda Alloh taolo erlarni boshqa qilib, keyin ayollarni tilga olgan. Biz shu bo'yicha boshlaymiz. Lekin Yevropaliklar ayollar burun deb turoldi. Biz her 5 o'quvchini ismini chaqirgandan keyin sahnaga chiqsa ijozatini topshirib oladi. Hammalarga muborak bo'lsin. Bu 2 oy yetmagan jarayonda o'qib tugagan kitobning bir natijasi, o'quvchilarning tirishchanligining bir natijasi. Alloh taolo hammalarga foydali ilm ato qilsin, islom uchun xizmat qilishni nasib qilsin. Hozir sizlarga birdan nusxa kitob sovg'at etilgan. Kitobni taqdim etgandan keyin ozroq tamoq ikrom qilmoqchi. Undan keyin
qaytsa bo'ldi. Hozir ma san'atga ko'z yursanglar, bunun layihlasini men o'zim bir 2 kun tirishchilik ko'rsatib layihlab bunda shaklda bo'ldi. Qizlarning boshqaranda, o'g'illarning boshqaranda layihlagan bo'ldi. San'atdagi ishoralar shogirdning ustozi qarab ko'rsatilgan sahnalar. Aralıqda masalan Ahmad ibn Husayn ibn Xayrun desek, bunun şagirdi astidagi birinci ustundagi Muhammad ibn Abdulbaqi desek bu şagirdi. Aynı vaqtda Al-Husayn ibn Xasru al-Balximan aşumu şagirdi. Demek bir vaqtda 2 şagirt anlagan bo'lsa, 2 şagirdninki ayrim yo'li davomlashib, yana eng oxirida tasqarsanlar Shah Valiyullah Dehlavining ustozi Tajiddin al-Qalai, ayni vaqtda Abu Tahir Muhammad al-Kurdi, yani 2 yo'l bilan kelgan san'atga Shah Valiyullah Dehlavi tutash turgan. Bu sahnalar shunga ishorat. Eng ostida al-Majma' al-Muassis wal-Umam va Aqudul Ali va Thabatul Amir al-Kabir va Dalil al-Mushir. Bu shu kitoblar, bu shu san'atda ismi zikr qilingan ulamolarningki san'atlarini bayon qilgan kitoblar. Bu san'atlar bu kitoblarda bayon qilingan. Ya'ni bu shu san'atningki manbasini ko'rsatib turgan kitoblardan iborat. Men shaxsan o'zim Thabatul Amir al-Kabirni to'rdan tushirib, bu shu İmam Muhammadning Muvattasining san'atini ko'zdan kechirib baqdim. Bu shu san'atda zikr qilingan bo'yicha ketgan. Başka kitaplara qarab baqdim. Biz ixtiyoriy sinfning darsini inshaalloh 5-10 kun demagandan keyin sinf boshlig'iga xabar qilsam, ixtiyorining qilib qolgan mush birinchi qismidan qilib qolgan yerimini biz yerimini o'qib qo'ysak-da, birinchi qismning yerimi qoldi. Shuni inshaalloh bir 2 oy ichida biz burungi yerimini selishtirma fiqh asosida kengaytirib, tafsiliy o'rnak hisobida bunda mangan. Bundan keyin tez shu kitobning tekstiga bog'lanibroq menib 2 oy ichida birinchi qismning qolgan yerini inshaalloh tugatishim mumkin. Buni inshaalloh sinf boshlig'iga xabar qilsam, aloqalashib turib qo'llashtirmoqchi inshaalloh. Hozir tamoq yeymiz. Undan keyin inshaalloh qaytib kelsak bo'ldi, ammo kitobningki eng oxirida shu doskadagi xatni yozgan yerga men bir imzo qilishim kerakdi. Shuni men o'tgan qatimda unutib qoldim. Agar hozir vaqt qisqalib qolsa, ba'zi oldirib qolsa, keyincha men imzo qilib qo'ysam bo'ldi inshaalloh. Undan boshqa ishlar tamom bo'ldi. Hozir ham tamoq taqilsa, biz tamoq yeymiz. Bu tamoqlar shu ilmiy so'rinning bir berkitida billa o'tirib, billa tamoq yeyishmi bizga alayda bir fursat hisoblanadi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.